بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه. İkinci bölüm tüge mallarınki zekat kıldığı ölçümü, baylık ölçümü deydi. Vel vacib fihi. Kancılık miktarda zekat verildiği. أجمع المسلمون على أن في كل 5 من الإبل شاة إلى 24. Her 5'te bir koy. Birinci 5 tügede bir koy. İkinci 5 tügede bir koy. Şunda manap 24 bağışçılık. Her bir 5 tügede birden koy zekat kıldığı demek. Yani 24 kadar bunun ölçümü şu. Koy kıldığı tüge kemmeydi. Bu 5 min el-ibil yani saime diyen ittifak. Ama saime nasıl şu? İttifak olmaz. 5'te bir koy yani 24 kişi diyen yok mu? Her 5'te 24 ne verir? 4'ke biz nasıl yok? 25'te bağlanan diken 24 olsa 4'ke biz nasıl anlayımız? 25 olan çağda anda 25 namı bir tüge ya. 24 olsa biz 20'ninkine 4 koyuyoruz. Demek aşağı 4 digine vakas diyen şu. 2 perizinin o'ttirdiki keçiritilgan o'rin 4 koy kiritdi 25'ke bir 4 kiritdi. Bu aralıkta 4 olsa mayli bu aralıkta keçiritildi. Bu 4 gücünü eskemaydi. Demek 5 tögüge 1 koy, 10 tögüge 2 koy, 15'ke 3 koy, 20'ge 4 koy kirdi. 24 kadar andı keçiritildik 25'ke 1 töge. Fayda kanat 25 fefiha ibnatu makhadin ila 35. Yani 25 boğan çağda andın ununga qancha zakat kıldı? İbnatu makhadin bir kıldı dedi. 35 bağın kadar. Demek 25'ten 35 kadar aralık yani keçiritilgan aralık. Bunu yana 2 koy kildo da turamayız. Çünkü şeriatdan da keçiritildi. İbnatu makhad degan çoğu 1 yaş to'sqib 2 yaş qadam qo'ygan. Yani bu kishi tuga demak chaqdir. Fa illam takun ibnatu makhad fabnu labun zakarun. Eğer kishi 1 yaşını to'ldirib 2 yaş qadam qo'ygan tugi bo'lmasa, 2 yaşını to'ldirib 3 yaş qadam qo'ygan erkek tugidan bir skildo. Albatta bu tugining erkek kishininki qimmat o'xshamaydi. Kishi qimmat çünkü batılaqlab bir dağlık için. Fayda kana 36 and 36'ga bağan çağda fiha bint labun ila 45. 45'ga kadar 3. yaşga qadam qo'ygan kishi tugidan bir serit. Kishi tugidan nima aytib qo'yursa, uqmaymiz. Fayda kana 46 yani 46 olsa fiha haqqa ila 60. 60 kadar 46 dan 60 kadar aralıkta bu kesiritilgan. Lakin 46'da nima qildi? Haqqatun 4 yaş qadam qo'ygan tish tugadi. Demak 46'da 4 yaş qadam qo'ygan bir tish tugildi. 46'dan 60 qadar kechiritilgan. Fayda kan 61 61 bo'lgan chaqda buningdan 5 yaş qadam qo'ygan bir tish tugi keladi. Jaza. Jaza degan har bir molninki jazaasi shu mol qarab o'xshamaydi. Masalan, o'chkininki jazaasi 6-7 oylik bo'lgan, 1 yaş to'ldirmagan bo'ldi. Qo'yninki 1 yaşını to'ldirgan bo'ldi. Kalaning boshqacha bo'lishi mumkin. Ma tugininki 5 yaş qadam qo'ygan tugini jazo deymiz yoki tishi bo'lsa jazo. Ila 75 kadar. Fayda kana 76 76 bo'lgan chaqda fiha ibnata labun. İbnatu labunni biz 2 yaşni bitkizib 3 yaş qadam qo'ygan degan. Bunda 2 kishi 3 yaş qadam qo'ygan tugi ketdi ekan. 90 kadar dedi. Fayda kan 91 90 bo'lgan chaqda 4 yaş qadam qo'ygan tish tugida 2 ketdi dedi. Ila 20 va 120 kadar li thubut hada. Ana mushun hammasi ijmo. Ijmo qilgan qiljihkan. İxtilofsiz holatda mushun hammaga ittifoq ketdi. Nima uchun li thubut hada kulli fi kitab as-sadaqa alladhi amara bihi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va amila bihi ba'dahu Abu Bakr va Umar. Demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyruq yozilgan ashu zakat farz belgilemeleri bo'lgan kitap. Yani xat deyla maktub. Xulafa Rashidun buni amal qilgan. Bu maktub qaysi maktub? Bu maktub Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Uzun bir hadisdan أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. أبو بكر رضي الله عنه رسول الله يزبق كتب مشيت أنس رضي الله عنه
Bahreynga zakat chiqqili evatgan chaqda yezib biribdi. Muşu Resulullah'ın belgelemesi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi faridatu sadaqa allati farada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel muslimin vellati emrallahu biha rasulahu. Femen su'ilaha minel muslimin ala veciha felyu'tiha ve men su'ila fawqaha fela yu'ti. Fi 24 minel ibil fema dunaha minel ghanam min kulli 5 şatun. Nasıl bu? Çok ihtilaf yok. İza bala 25 ila 35 fefiha bintu makhadin unsa. Bint makhad da bular unsa diyordan onu ta'kidlash uchun. Çünkü bint unsa oldu. Fa iza bala 36 ila 45 fefiha bintu labunin unsa. Fa iza bala 46 ila 60 fefiha hiqqatun taruqatul jamal. Taruqatul jamal degan erkek töge atılıq bo'lgan tish töge demak. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون. عندما هو إجماع دائرəsinin sırtadır. Ma'na icma qılmalısın ama 120 asla denge var. Hem de kelimez. Bunu okutayla فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. Tutlam tөгüz varken başka yokken. Bu qanday qiladi? Xalisam da nisabga yaqinlashib qolibman da xalisa bir qo'yib bersinmaydi. Xalimiz bermaydi. فإذا بلغ 5 من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم. qo'ynimiz fi saimatiha mana. إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة. 40 dan 120 qadar bir qo'y var deydi. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كان سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة. 40 qo'ydan kemayman 39 38 mında bo'lib qopti qo'y. Bu zakat kilam kemondos xalisa illa yasha robbuha. وفي الرقة ربع العشر ما ولق كمشنامس. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. Demek 100 dirhem getmay 190 dirhem bo'lib qolgan bo'lsa kumush İgisi xalisa birda bo'lmasa o zakat farz emas demakchi. Bu shu Rasulullohning yezib bergan shu nimasi? Zakat belgilagan maktub Buxoriy rivoyat qilgan. Mushu maktubga asosan musulmonlar ijmo qildi. 120 ga qadar ijmo qildi. Ammo vaqtalafu minha fi mawada bir necha yerda ixtiloflashdi. Minha fi ma zada al 20 wal 100 yani 120 dan oshganda ixtilof bor. Wa minha idha aduma as-sinn al-wajibatu alayhi وعنده السن الذي فوقه أو الذي تحته ما حكمه. Mesela birisiga 3 yoshlik to'yga vojib bo'libdi. Buning qo'li 3 yoshlik to'y yo'q ekan. 4 yoshlik bor ekan. Yoki 4 yoshlik yo'q, 3 yoshlik yo'q, 2 yoshlik bor ekan. Qanday qilamiz? Buni pishki pul jalab bunda beramdi yoki yani pul bilan buni ortiq kemini to'liqlatamdi qanday qilamiz? Wa minha tajbu zakat fi sigar al-ibil wa in wajibat fama al-wajib. To'ygining botalaqlarda deydi sigar al-ibil degan. To'gining botalaqlarda zakat vojib bo'lamdi, vojib bo'lib qolsa qancha vojib bo'ladi demoqchi. Endi birinchi masalaga kelsak, va ixtilofuhum fi ma zadal 120 120 dan oshgandagi ixtilofi. Fa inna malikan qal Imom Malik idza zadat ala 20 wa 100 wahidatun 120 dan shu bir ortiq bo'lsa fal musaddiqu bil khiyar zakat to'playdigan kadr ixtiyori. Xalisa bint labundan 3 ni oladi deydi. Bint labun şey qadam qo'ygan tish tugidan 3 ni oladi deydi. Va insha akhada hiqqatayn qalsa 4 qadam qo'ygan tishidan 2 ni oladi deydi. Taki 130 ga yetgan qadar. Fayakunu fiha hiqqatun wa ibnata labun andin 130 ga yetgan chaqda o chaqda 4 qadam qo'ygan tish tugidan birsi 3 qadam qo'ygan ikkisi bo'ldi deydi. Bu qanday desak hiqqa degani 50 tugiga qaratilgan. Bint labunning har biri 40 dan 80 ga, demak jami 130 ga qaratilgan. Wa qala ibn Qasim min ashabihi, ibn Qasim Imom Malikning shogirdlaridan, unda bal ya'khudhu 3 banat labun. Bint labundan 3 ni oladi deydi. Min g'ayri khiyarin. O tanlash erkinlik yo'q. Ila an tablu 30 va 100. 30 mikan? 30 va 100. 130 ga yetgan qadar, to'g'risi 30. Fatakunu fiha hiqqatun wa ibnata labun. Demak 130 ga yetgan chaqda bunda 3 yosh qadam qo'ygan tish tugida ikkisi, 4 yosh qadam qo'ygan tish tugidan birisi bo'ldi.
وبهذا القول قال الشافعي İmam Şafii mu muş qarashdi bo'libdi. Demak bu hozir nimada birisi shunda oshqandikilar bunda aludo ya ixtiyorli bilan ya ixtiyorsiz shuni aludo demoqchi. قال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك إمام مالك شاگرد عبد الملك بن الماجشون dedi بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار. Dört eşkadan qo'ygan tishto'gida 2 gram oldi, uni ixtiyorligi yo'q boshqa. Taki 130 ga yetganga qadar. Demak 130 dan 120 qadar shu oldigan oldi. وقال الكوفيون إمام أبو حنيفة وثوري قدر boshqa Kufa olimlari إذا زادت على 20 و100 120dan shunda oshqandikilar adatul farida ala awwaliha yangi boshdan boshlaymiz 5 to'gada bir qo'y 10 to'gada 2 qo'y 24 ga qadar 25 ga olgan chaqda ya qo'y qatimiz ya bintimaqa ya boshqani qatimizmi hamda yangi boshlardan boshlaymiz yana ma'nosima ayyakun indahum fi kulli 5 zawdin sha her 5 to'gada bir qo'y keliyordu. Mesela 125 bo'lsa 120 ga degan bo'yicha ijmo bo'yicha ba'do 120 dan keyingi 5 to'giga bir qo'y. Fa idza kanat al-iblu 125 125 bo'lsa kan fiha haqqatan wa shaman. Al-haqqatan lil-ma'i wal-20 wash-shatu lil-khams. Fa idza balagat 30 عند 130 bo'lsa 30 va 100 fa fiha haqqatan wa shatan. Demak 10 ga 2 qo'y keldi. 91'de 120 kadar hakikaten. Ondan kim bu? Tahminen 50 etrafında. İşte 46'dan tatip amdı her birisi. 60 kadar dedi. Yani tahminen 50 tügüldü bir hakka. Feyda kânet 35 ve 100. 135 bolgan çağda kuş koyulan hakikaten 140 kadar. 140'dan da hakikaten ve 40 ila 45 ve 100. 145 degende andın بنت مخاضلة حقتان الحقتان للمئة والعشرين أي إجماع قالته وابنة المخاض لل25 كما كانت في الفرض الأول إلى 50 و100 demek bu netçe kadar 150 kadar mında buldu 120 hazır 125'ni katsak 145 olamda endi bular 145 kadar da amda bundaki yani yeni bir xil fikrni o'tirib qo'yibdi 145 kadar biz hozir pushto keldi degan ama 120 ga 2 haqqa 25 ga bir ibnata mahat undan ekan 145 tugidi 145 dan ondan 150 kadar shu bo'yicha 150 kelgan chaqda fafiya thalathu hiqaq haqqadan 3 kildo deydi 150 da demak bu 120 dan keyin yani 120 dan keyin yangidan boshlagan ish yo'q ekan 120 dan keyin birinchi 120 dan keyin yangidan boshladik yani ikkinchi 120 dan keyin unda yangidan boshlamay 150 ga kadar bor ekan muslima ikkinchi nimani boshlagan vaqtimizda demak 25 30 ga shunda dasganlikka o'zgarib ketdi ekan fayda balaghatha fa fiha thalathu hiqaq 150 ga borgan chaqda unda hiqqadan 3 deydi amaliyotda biz yangidan boshlab qilsak 36 35 ga to'shgan chaqda nimaga da'vatni qilaverdi endi mahazdan 2 hiqqa kasb hozir 150 deganda 3 haqqa dedi 155 kadar aslida bir imtihonni bahada to'silibdi hozir haqqaga taklif ketdi fayda zadal 50 va 100 150 ga borgancha istaqbala bihal faridatal ula ila an tablugh 200 150 ga borgancha yangi boshladi yani maniki fayakun fiha 4 hiqaqan demak unda oshqandan keyin dastlabki 200 yetgan qadar dastlabki shu 5 ta bir qo'y 10 ta 2 qo'y ashuna mangdi deydi endi 200 ga boscho ashuna mangab 200 ga borgan chaqda fayakun fiha 4 hiqaqan 4 hiqqa keladi debdi 200 dan keyin yana boshlardan boshlaymiz endi 50 ga bir haqqada unda keldik 200 ga borgan chaqda 4 haqqa dedi shu 25 35 ashani shu biroq bo'yicha hisoblangan endi hisoblaymiz yani her bir 5 to'gga bir qo'y yangi boshlardan boshlaymiz yo'q 150 dan keyin 50 yani oshgan qadar mesela 155 160 165 170 180 ha 200 ga qadar yani 50 oshgan qadar yangidan boshlagandakla muomala qilamiz deydi 4 hiqaq bo'ldi demak har bir haqqa 50 ga o'tilganda 200 ga yani yangi boshlardan boshlaymiz 205 bo'lsa 4 hiqaq bilan bir qo'y وأما ما على الكوفيين من الفقهاء جمهورنا قرشدا فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على 130 130'dan aşkan bolsa
ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. her 40 tugida bint labundan birisi var, her 50 tugida hiqqadan birisi keldi deb bitishdi. Yok 120 kadar endi to'xtalibsiz ama hamda 130dan aşsa ففي كل 40 bint labun وفي كل 50 hiqqa. 130 aşgan biz tugidanni bütün hisoblaymiz. Unda mesela 30 bilan 20 ni elanglamayanga 50 bilan da 50 de bir hiqqa. 80 qolganida 40 bilan 2 bo'lsanglar Binti labundan ikkisi keldi. Bunda alam hisoblaymiz. Bütün ayında alam bölünecek. Ya 40 ya 50 bilgili oldu o. Bunda hisoblaymiz demek ekan. Demek hemmine yani bu başkanını lam şunda hisoblamaymiz. Hemmini biz lam bölümüz demek. Bunda qilib parchalab ani da 120 ga haqiqatan 2 ma 40 da binti labundan biz bunda bermiz. Ya bunda hemmini pumlab la onu taqsim qilamiz demek. Ve sebep ihtilafin fi audatil fard أو لا عودته اختلاف الآثار في هذا الباب. Yeni başlardan başlaş ya ki yeni başlardan başlamay cemlatlan bir tutaş bölüp ötüş. Bunda hadisler birbirine zikrep kalgandık ehval var dedi. وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال صلى الله عليه وسلم فما زاد على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبن. 120'den aşkan tügülerden her 40'ta bir bint labun, her 50'de bir hiqqa var dedi. Bu hamda şu Bukhari'deki rivayet. Ve ruya min tariq Ebi Bekir ibn Amr ibn Hazm an abihi an ceddihi an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu ketebe kitabe sadaka ve fihi iza zadatil ibilu ala 120 istunifetil farida. 120'de aşkandan keyin belgilengen sanını yeni başlardan başlaymayız demek. Hani bir mezhep degandekçi. فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت. إنما إشكنجة ديس bu mursal hadis ekan. Abu Davud Marasilgan kitobda rivoyat qilgan, Ibn Hazm rivoyat qilgan va boshqalar Tahaviy balki. Darqutni Bayhaqi rivoyat qilgandi. Birinchisi Sahih Buxoriyga kelgan hadis. Wa dhahaba al-Kufiyun ila tarjih hadith Amr ibn Hazm. Ve ikkinchi shu mursal hadisni tarjih qildi. Hani bir mazhabda. Liannahu thabata indahum hadha min qawl Ali va Ibn Mas'ud. Hazreti Ali'yle Hazreti İbn Mesud radıyallahu anh'dan bunda o'xshash so'z kelganmiş. قالوا ولا يصح يكون مثل هذا إلا توقيفا إذ كان مثل هذا لا يقاس بالقياس. Bunun da Hazreti Ali'yle İbn Mesud işkaylan özün kallasını deb qolmaydi bundan. Mümkün emas. Bu çoxum Rasulullah belgilab bergan son bu. Ve ikinci hadis ajraq olsa Hazreti Ali'yle mesela bunu tercih qildi deydi. Lekin bu aciz degan bilan Kitab-ı Amr ibn Hazm'nin bu hadis mursal ya aciz degan bilan bütün alimlar amal qildigan, hujjat deb qaraydigan hadis asosan. Bir odam o'tash 100 tugi var. Degan shu diyatni yo zakat tuglarning yassanini belgilagan kitob bu. Shu Amr ibn Hazm degan shu tunji Abdulaziz hadisini tarjima qilib qo'ygan. O'shaning aynan shunimisi. Rasulullohning bu cho'ng hadisdan rivoyat qildi. Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm bu cho'ng hadisdan bu Yemenlik mu bo'lib shu Rasulullohga shuni yezib bersalar degan chog'da yezib bergan. Shuning kitobida farz qilingan zakat miqdori yozilgan. Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm bu fuqaha sabaning birisi Madinadagi. Yani bu mazhabning nimalarida bu cho'ngdasdan qolgan shu kitob. Bu cho'ng olim bo'lgandan keyin bu kitobning cho'ngdasdan qolganligi uning ta'kidini ben shunga diqqat qilib qiladi buni. وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي عند إمام مالك ولن إمام مالك من شاغلر ولن deydi. Şafii üzere ihtilaflaşkantığı ihtiyarlık ve ihtiyarlık yok diyenler. فيما زاد 120 إلى 30 120-130 kadar aralıkta ihtilaflaşkan. فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينات ولا الخمسينات. Çünkü 120 ile 130'un aralıkta ma işki uçuşmay kaldı sebep. Kanda uçuşmay kaldı. 50 bilen 40'a tang böleş hesabı ödülkenmeydi. 120'ni ödülkildi o. 120'ni mesela 40'tan 3 bölgeli oldu. 130'ni 50'ye 40'tan 2 bölgeli oldu. Yani 121, 122, 123, 129 kadarını bunda bölsek çok anda çıkıldı. Çılpak çıkıldı. Tamam. Şunda bu oğaçı ıslatlaşıp kaldı dedi. فَمَرَّ أَنَّ مَا بَيْنَ 120 إِلَى يَسْتَقِيمَ الْحِسَابُ وَقْصٌ 120'den 40-50 degan sana tang böleraydigan halatga bağan kadar yani 130'a bağan kadar bu aralıktaki çılpak kechirim qilingan san dedi. Hal laysa fi ma zada ala zahir al hadith thabit shay'un. 120 degan aşu hadisdagi san aşqiniga bir narsa kelmaydi. Ta ki 130'a bağan kadar. Demek 120'den tartib 130'a bağan kadar bir narsa kelmaydi. Çünkü hadisda
Her 40 manda, her 50 manda dedi. Nağılki her 40, her 50 dikli olmaydı ona. Çılpak olsa. وأما الشافعي وابن القاسم فإنما ذهب إلى أن فيها 3 بنات لبون لأنه قد روي عن ابن شهاب. Nima uchun İmam Şafii bint Labun'dan 3 kildo deb turgan desa, İbn Shahab'dan anda Farz namını yazgan kitapni rivayet etdi. Farz namida أنها إذا بلغ 21 و100 101 ga yetib qolsa ففيها 3 بنات لبون دكبت. فإذا بلغ 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة. 130 bo'lgan chaqda bint labundan ikkisi hiqqadan birisi deb. Lekin bu rivoyat qanday? أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك والبيهقي وهو مرسل. عاجز الأساس. فسبب الاختلاف ابن الماجشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر الأثر الثابت للتفسير. السيد ساتوغا رسول الله أبو بكر Hazreti Enes kezib bergan. Aşı hadisinin zahiri nimaga takkab qoldi? Aşı İbn Shihab izohlagan izohatda udilganmi dedi. فإن ابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوت. ابن الماجشون سيد اسمه كاجن سيد البخاري مشاهدين علماء دبل منغان. ابن قاسم bilan Shafi'i mujmalni nimaga mufassal bo'ysundurib, ma Ibn Shihab tafsili bayon qilganlik uchun mushishab ashuninki izohati bu sharhi deb qarabdi. Va amma takhir Malik as-Sa'i, endi Imom Malik zakatchini ma'no asm ixtiyor deb qo'ygan. Bu ixtiyorlikni berish nimadan kelgansa fakannahu jamaa baynal atharayn valloh. Ikki tang amal qilish bu mutog'ira degan tariqada ma'no asm ixtiyor deb. Üstüncüsü cihim bir olsa tarası benetler bulundu. 36'dan 45 kişi olan bu. Çok 40'tan neyse olursak udulkildi. Bentelabun 40'a, hiqqa 50'a udulkildi. Bundalıqa aralıqtaki sandım qiysandan sal avqılıdı. Lekin normalda ortalımısı birisi 40'a, birisi 50'a udulkildi. Bu yaşqan çoğulgan sıra qimmaşib ketganda, şunama? Demek bu tuginin olsa bunda murakkabkan, şunama? تاسكين من يسولش. وأما المسألة الثانية وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة وشاش سيجان برس واجب بغن بوسا وشاش تو يوكين وشاش تشتوغي يا أكيد يوكين قناق لماس توراكن هذا بشكل فلقة فلام دو يا يقراقن هذا بشكل فلقة تربرم دو عند دل ودل كيسنا تاين نشتما وعند السن الذي فوق هذا السن أو تحت demek ya üstteki astıki yaş bakken lekin dal şu yaş yokken فإن مالك قال يكلف شراء ذلك السن الله أكبر şu yaşlık tügünü setip ekepirse deb buyurdu g'anib epirse dedikimiz ha وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وزيادة 20 درهما agar o'zi yo'qolib qilib to'ndirek bir yash bo'lsa 3 yoshlik bo'lsa 3 yoshlik yo'qki 2 yoshlik bor ekan 2 yoshlikni berib 20 dirham ustidan jalab birdi deydi yoki 2 qo'y birgan demak bir qo'y shu joyda 10 tangaga barobar ekan وإن كان أعلى دفع عليه المصدق 20 درهما agar 3 yoshlik yo'q 4 yoshlik qo'lda bo'lib qolsa zakatchi ashtugini ilib 20 tanga ya 2 qo'yni qaytarib bergan وهذا ثابت في كتاب الصدقة فلا معنى للمنازعة فيه bu aşerlik kitab sadaqa var. Abu Bakr Resulullah'ın kitab sadaqası deb yazib bergan aşu zakat namida eni qizilgan bo'ldi. Şoň bunun talash qilgan bekar. Yani İmam Malik'in hozir tanqidladi. Tamam? Eni qusaba seyid istalonda uni apirish kerak degan payzaydi. Wa la'alla malikan lam yablugh hadha al-hadith. Balki İmam Malik bu hadisdan tavada bo'lmagan bo'lishi mumkin. وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور مشادس بويتشا إمام الشافعي وأبو ثور أحمد مش عند دب قرديد أنا قلت يعني ونندن تورندك ياشتك برتقول أبقاسا عشان بريب جيم تنجا إشك خوي أستن بردا يا ونندن شونراق تقول أبقاسا برياش شون أشتغني بريب زكاتدن إشك خوي ياكي جيم تنجا إلى والله أنا إمام أبو حنيفة عند قرده الواجب عليه القيمة على أصله في إخراج القيام في الزكاة zakatda qimmatini chiqasin bo'ldi degan qarash bo'yicha qimmatini berish kerak debdi. Amaliyotda bu Abu Hanifaning qarashi naql qilishda hozirroq masala bor deb. Mesela hidoyadan debda Imom Abu Hanifa sal tafsilroq debdi ekan buni. Hozir mana naql qilishda sal o'zgarib ketgan. Lil musaddiq an ya'khudha a'la minha. Ya'ni yuqorida olsin bo'ldi debdi. Qimmatini ham berishing kerak, pulini to'lashing kerak demabdi. Yuqorroqni olsin bo'ldi ekan. Biz 3 yoshlik vojib bo'lgan bo'lsa 4 yoshlikni olsin bo'ldi debdi. Va yuriddul fadl. Ortiqni qaytarib berish, nima 20 ni qaytarib berdi. Yoki tuvarragini oladi,
ondan ortiq farqini oladi. 3 yoshga vojib bo'lganmiz 2 yoshni oldi lekin 1 yoshning farqiga 20 tanga oldi. Ya 2 qo'y. Yana walawan la ya'khudh fil ula wa yutalab bi'ayn al wajib deydi. Birinchi ahvol qasitda uningda yuqroq yoshga 3 yoshga vojib bo'lib ekan 4 yoshga bo'lgan ahvolda uni ammay o'z bo'lmagan ekan. Aşında yaşlıkın tepe deb turasın buldu, yoki aşın pulisini to'lagan deb turasın buldu. Çünkü bu xuddi bir xil so'zsitilishdan iborat edi. Ikkinchi nimadan to'rak bog'lab qolgan chaqda majburan aşını eliverdi dedi. Çünkü bu yer setish yo'q, balki bu berishdan iborat edi. Demak, hozir Abu Hanifaninki dal unda maktabda bayon qilgandek emas chiqdi. Yani xalis unda oldim. Xalis manda oldi, unda xalisa yo'q, shu pulisini bergin deb turasın buldu dedi. Birinchi ahvolda ikkinchi ahvolda 3 yoshli qolib, qo'lida 2 yoshli bo'lgan ahvolda oshini majbur olganmiz 2 yoshlikni. Undan ortiqini ustidan beradi demoqchi. Bu ash Hanafi mazhabining kitobidan olgan gap bu. Ana bu nimadan og'irlik uchun istizkardan shuna sal o'zgarib ketdi hozir. Tuhfatul Buxoriy kimning? Samarqandning kitobi. Aladdin Samarqandi. Imom Kasanining ustozi. Bu kitobmi? Ha, bu 3 mujallad besilgan. Bada sana shu Tuhfatul Buxorining sharhi. وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة. Yani bir grup adamlar qo'lda bani birdi, orliqdagi farqni qimmat bo'yicha bir taraf qildi demak. Yani 3 yoshlik vojib bo'lgan bo'lsa 3 yoshlik yo'q ekan qo'lda. 2 yoshlik bor ekan, 2 yoshlik biri faqat ustidan qimmatini birdi. Yoki 4 yoshlik bo'lib qolsa 20 tanga eliblam 4 yoshlikni biri yurdi demak. 20 dirhamning sho'xasi kuchli bo'lsa kerak. Yo'q, bir qo'y 10 tangaga berdigan vaqt ekan. Bir tillaga bir qo'y qilganda bir tillaga hozir 4 gram charak. 4 gram charakning $30 $120 $130 yaqin emas. Bizning vatanga o'tilib kelib qolgan. $130 degan ming ko'y yiqilishib qoldi. 9 ko'y atrofida. Shuni bir qo'y kildi. Obdan qo'y kildi. Endi al-mas'alatu thalitha wa hiya tajib fi sigar al-ibil botlaqlarda deyiladi. Botlaqlarda zakat vojibmi, vojib emasmi? Wa in wajabat famada yukallaf. Hali botlaqlar degan nima desanglar? Bu cho'ng tugul yo'q holatda botlaqlanma ekan. Bazılarınca mesela ansak anasam mene kasap soğusun ekit botlaqlan kapma. 50-60 botlaqlan baki. Muşunu zakat kılan kemman. Ma mesela. O nimnosida bir 2 botlaq olib qolsa shu. Kilidi billi sanaymiz onu. Yoki uning nima ba'zi ixtiloflar bor. Fa inna qawman qalu tajib fiha zakat. Endi bu yerda botlaq debdi lekin asosan botlaq olsun, qo'zi olsun, muzay olsun, mushu zakat vojib bo'lgan hayvonlarning hammasininki kichiklarda zakat kilamni kemman degan. Yani kichiklar yalg'iz olsa demakchi. Cho'nglar bo'lmagan yalg'iz holatda o'z kilamni kemman. Fa inna qawman qalu tajib fiha zakat. Bu İmam Şafii'ler bu üstüne karşı. O kavmin kalu la tecib. Yani bir grup adamlar zekat vacip olmaydı deb. Bu İmam Ebu Hanife ve Muhammed'nin karşı. Ameliyatta bu İmam Ebu Hanife'nin bu meselede 3 xil rivayet kelgan. Birisi zekat vacip bo'ldi degan qarash. İmam Ebu Hanife oxir qarashida zekat vacip olmaydi debdigan. Ve sebep ihtilafi hal yetenavul ismul cins as-sigar aw la yetenavuluhu. İbil yoki baqar yoki g'anam desa bu kichiklarnimi şu ismning dair kiramda kirmandi. والذين قالوا لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة. زكاة واجب بماي دب قرأ الله إمام أبو حنيفة قطرلق كوفة عالم لدن برجور لرشنات بيد. وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة رضي الله عنه أنه قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي ألا آخذ من رادع لبن ولا أجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع. قال وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها. Bu anlamda Resulullah'ın zakat kâgenti dedi. Ben kışkırıp ottadım. Ottasam onun munda diğerlikini aldım dedi. Bana tapşırılan vazifede deyilen ne fi ahdi Allah akuda min râde leban. İmivatkan maldan zakat almayman. Ve la ecma beyne muftarikan. Bölünüp ketken ayrım malını ikisini cuğlap durup almayman dedi. Kadar cevap durup almayman. Mesela akıl keşkelerinden mesela ayrım iş kadan iş kimeli varsa. Abi sınıç gibi kenem. İkisi ayrım zekat kelmaydi. Mağaççıda zekat edilişen kim jutukan kense işkanlı maliken mağa juqoy kıldıp bunda il olmayma demek. Şeyden özüm bunu kediş kitap ayrı etken boz demek. Bu ihtimallık var. Diyen bundan da daha ceye toxtuldu bu hadis doğruluq. Ve la nufarriq beyne mujtema.
Ondan jamilib qolgan holatdagi bir mol bo'lsa, bundan 2 bo'lsak jiqroq zakat qilganida avval qolsa, qancha 2 bo'lib o'tiblan. Masalan, odatda 40 dan tortib 100 ga qadar 5 qo'ylam ketdi-ku. Buni qancha 3 ga bo'lib olsam 3 qo'ya olaman. Qala va ta'u rajulun binaqatin kawma degan aşı loksinat igizlab semirib ketgan degan bo'ldi. Shunda tish to'gidim binakatda fa aba an yaqdaha. Tish to'ga ham kawma. İşte isil sifat jo'landi demak. Tishi o'lishimi qimmatlik, andan kawma o'g'illimi bu qimmatlikdan bo'lsa. Na semiz tish to'gidim binakatda uni deb unimi dedi. Faqat shu kuchada ma'qul demakchi. Ha. O'tirganlar nima demakchi? Ha, demak bu da islomning ilovasidan bo'lmaydi demakchi. والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال الزكاة واجب degan Abu Yusuf bilan Shafi'i debda yukallafu shira'u sunnal wajibati alayh. Vacib bo'lgan ashyashtiki tugini epirishi talab qilindi. Hayır o botlaq shunama. Bu botlaq hechqanda taqa o yeshig'anda to'shmagan bunda holatga botlaq deydi. Bu zakat kildi desa, mushondan bizni tanlab beramdi ziyoq aşı. Manchida manda yoshlik tugi kirdi degan to'g'ri. Shu yoshlik tugini epirish kerak deydi. Wa minhum man qala ya'khudhu minha wa huwa al-aqyas. Ba'zilar shu qo'lda bosh botlaq qildim birni, ya ikkinni tiskasi shuni oladi debdi. Bu qiyosga bakrak uyg'ondi. Va binahwa hada al-ikhtilaf ikhtalafu fi sigar al-baqar wa siqal al-ghanam. Botlaqda ixtiloflashgandek muzaylida, qo'zilarda ixtiloflashdi. Mesela sap muzaylan bakan, yoki sap qo'zlan qopdi. Hamma cho'ng qo'yni setibdi yoki bir narsa bo'libdi deydi. Onisi yo'q yoki cho'nglari yo'q holatda kichiklari bilan bo'lgan ahvolda mushon zakat qilinadigan bo'lsa, shu qurqadak ixtilof bor. Cho'nglari bilan bir kichiklari bo'lmasa masalan. Bilib olsam-da buni bilib sanash qoidasi bormi? Ko'pchilik olimlar bilib sanaymiz deydi. Kichiklari bir qo'y hisobida. To'g'rimi shunda? Yoki azra ixtilof bor bundan. Hayır bu sigaril bakar degani shu ijl demakchi. Ijl, ajajil, siqal degan saql. Yoki shu qo'yning taxarliqi. O'zi mavjuramaga shu odamni ko'tarib yursa mash qilib kichik hisoblangan qo'zilari. Al-fasl al-thalith fi nisab al-baqar va qadr al-wajib fi zalik. Uchinchisi bu kalininki keldik. Tugida kalininki keldik. Nima? Kalininki eng to'g'ri zakat vojib bo'lish bayliq o'lchimi qanchalik desa, jumhur ulama ala anna fi 30 min al-baqar tabi'a. 30 bo'lgan qadar kalolab qolsa zakat yo'q ekan. 30 bo'lgan chaqda undan tabi'dan birisi bor edi. Tabi'a degan 1 yoshni to'shqizib 2 yosh qadam qo'ygan. Tabi'an degani bu erkaklar. Tabi'a bo'lsa undan tishkal bo'ldi. Erkaklarning deymiz. Bir öküz deydi. Ve fi 40 musinna. Yani 40 kalı bo'lsa musinna degan 2 yoshni to'shqizgan, 3 yosh qadam qo'ygan deydi. Yani birinchisinin uchun tabiat edi. Nima uchun tabiat deb ataldi? Chunki u yilni shunda to'shqizlab 2 yil qadam qo'ygan vaqtda anasga ergashib ma'nodan bo'lgan tabiat deb. Yani tabiat ba'udan chiqqan, ha? Ergash kuchi degan ma'noda. Nima uchun musinna deb ataldi? Chiqiltirdi deydi. Chiqiltirgan demakchi. Ay muzayninki 2 yoshni to'ldirib 3 yosh chigan chaqdan tish chiqiltirdi ekan. Wa qalat ta'ifatun fi kulli 10 min al-baqar shatun ila 30 fi fiha tabi'a. Ba'zi olimlar 10 kallida bir qo'y qildi. 20 da 2 qo'y qildi. 30 bo'lgan chaqda andan 1 yoshni to'shqizib 2 yosh qadam qo'ygan öküzdan biz qildi. Kulli 10 وقيل إذا بلغ 25 ففيها بقرة إلى 75 25 ga yetib qolsa bir qarashdan bu Imom Zuhri Said ibn Musayyibning qarashiga 25 dan 75 ga qadar 25 da bir kala zakat qildi debdi. 75 qadar. 75 bo'lgan chaqda 2 kala 75 da assa dedi. Fayda balagh 120 120 bo'lgan chaqda har 40 kalada bir kala qildi debdi. وهذا عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب والزهري بن رواية قلنا قرش. Bu amda tügüge kıyas kıptı bunu. Ama 25'te başlandı o. Kanda kıyas kıldıyız tügümü 7'de kişiye kurbanlıkta kifaya kıldı. Kalınışında. Bunda kıyas kıldı. Vaktalafa fukal amsar fîmâ beynel 40 ve 60. 40 ile 60 aralıklı ıhtilaf oldu dedi. Fedâbe Malik ve Şafii ve Ahmed ve Thawri ve cema'a la şey'e fîhâ fîmâ zâda alel 40 hatta tabluğa 60. Köpçülük alimlar 40'dan 60 kadar keçirilgen urun bu.
Onda zekat yok. Fayda balağı 60 fefiha tabi'an ila 70. 70 ki bağlan kadar bunun da 1 yaşını toldurup 2 yaş kadar koygan mozaydın 2 getedi. Fefiha musinna yani 70 ki bağlan çağda ondan 2 yaşını ötküzüp 3. yaş kadar koygan kişi mozaydın birisidim doğuk. Ve tabi' ila 80. Anı tabi' adım mı bisiklet ekan. 70'te musinnadın birisi, tabi' adım birisi. 80'ge kadar, 80 bo'lgan chaqda musinnadın ikkisi, tagi 90 kadar. 90 bo'lgan chaqda tabi'adın 3 deydi. Bu 100'ge kadar davom etadi ekan. Fa fiha tabi'ani ve musinna. Bunda 1 yaş to'shqizgan erkak mozaydın ikkisi, 2 yaşını to'shqizgan shikadadın birisi ketadi. ثم هكذا ما زاد ففي كل 30 تبيع. Aşında mınıp her 30'da bir tabi'a, her 40'da bir musinna keliyor dedi. Lekin bunu ikinci qarashim dedimi Yok. Cumhur dedi ikinci qarash. Sebep ixtilafim dedi. Abu Hanife bir ada ayrım yani çıktı. Abu Hanife'nin qarashini bayon qilishni unutib qolgan. Abu Hanife'nin qarashi qanday? 3 xil qarash rivoyat qilingan Abu Hanife mush masalada. Birincisi 40'dan aşkan çağda şu boyunca indi hesaplanmayırız dedi. Birinci hesaplangan o'xshash hesaplanmaymiz. Şu nisbat boyunca. İkinci qarashda 50 ga bağlan kadar onda hech qanday nima yo'q deydi. Kechiritilgan. 50 ga bağlan çağda musinnadan birisi ketdi dedi. Yani sahibi nima debdi? Üçüncü qarashni sahibi unutdi. Ta ki 60 ga bağlan kadar hech qanday nima kelmaydi debdi. 40'dan 60 kadar vaqasdimaç. 30'da birisi keldi. 40'ta to'xtagan zar. Diğer ben musinna deb to'xtadi. 40'dan tartib hamda 45, 50, 55, 60 bu arliq shu desa, jumhur dedi, la shay fi ma zada hatta tabu 60. 60 bo'lgan qadar. Bu İmam Abu Hanife'da rivayetman bir qarash. Lekin sahibi mush qarash nima deb jumhur bilan billadir. Demak Abu Hanife ve sahibeyn azar. Abu Hanife bir rivayetida jumhur bilan billar. Bu rivayetni sahiben olib jumhur bilan bilib ketdi. Muslimning yuqori kal yo'q-ku. Ya onun da başkası bo'lsa unda ondan maygan bo'lishi mumkin. Demak Abu Hanife azar shu hisob qo'yish bo'ldi debdi. Yani bir qarashda 50 ga bo'lgan qadar yo'q, 50 dan bir musannat ishqil qarash keldi. Yani ixtilofning sababi nima? Anna hadis Muaz g'ayr muttafaq ala sihhati va lidalika lam yukharrijuhu ash-shaykhan. Bu tazaliqa shayxida isbot kelgan hadis emas demak. Bu Muaz'ın hadis qilsa endi bayon qilish mumkin. Lekin sayan rivoyat qilmasmi, sahih bo'lardi. Çünkü sahih lam yastaw'iba as-sahih kullahu. Şunama? وسبب اختلاف قال مصر في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاس. حديث معاذ قلنا حديث معاذ ده مش أرلقتك كرقلان 60 أرلق توقف قاعد وقال حتى أسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صرفكم أن من الناس تيبون قال فلما قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم رسول الله قشق باغان çağda رسول الله tüyüp ketken kendi. Yani bu rivayette Resulullah ile uçlaşkan ve sosyal onda çıkan zekat yok diyen mükemmel. İmam Ahmed rivayet kılan. فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس. En bu arlıkta inik bir hadis bulunmadı ki hadis ba bunu yap seyiti seynasında ıhlaf çıkan iken biz hükmünü nereden izledik? Kıyasdan izledik. فمن قاسها على الإبل والغنم لم يرى في الأوقاس شيئا. Bunu koyulan tüyüye kıyas kıyallar bunun 40-60 arlıqda bu çılpaqda hech qanday zakat yo'q deb qaradi. Mush qiyas to'g'ramdi. Tug'ilan qo'ygan. Va man qala innal asl fil awqas az-zaka. Endi asli bu çılpaq salladimi zakat qilishi vojib de asl qoida bo'yicha deydi. Dalil buni istisno qilib o'tgan bo'lsa, buning sirti chiqibdi. Bunda bo'lgan ekan, bu kaladimi? Vaqas bo'lgan ekan, buning zakat vojib bo'lishi kerak. Chunki buningdan chiqarib o'tilgan, buni adet qoidadan chiqarib o'tilgan bir dalil yo'q demak. Amaliyotda bu kallanma qiyas qilingan shu bo'lgan shu bo'yicha mas'ul bo'ladi. Tuyga qo'ygan. Bular tuyganda o'xshab qoldi. Andan nima? Masalan, qotaz, go'mosh, mush kalning hukmida kallar o'xshash hukmni oladi. Bizdan ba'zida balki go'moshdan bo'lishi mumkin. Pokistonda go'moshdan kali yo'q. Ba'zi yerda masalan Shizangda qotazdan bo'lishi mumkin. Qotazning kaliga o'xshaydiganda? Yavu kalama emas. Jamus degan masalan qotaz degan emas, yavu kalishi. Yavu kali yaqinlashib qoldi. Go'mush degan mas'ul kalisdan kichikroq, lekin odatda makaldan cho'ngroq
qapqara suvning levida aşı mendechilik patqaqda bunda yetib yashaydigan bir shu birisini tillasa go'mishtek tillaydigan. Mesela bazarda kan boşluğunu koşuyor. Dışarıdan Ya ya. kunduzlar başka. Mesela koşuyor. Kalemez. Kalın Ya o kenduz digine, mesela satqan kenduz digine mozaik 40 kunlik ya 41 kunlik bo'lgan chaqda so'ydi bular. Shu mozaikning go'shti demakchi. Kenduz digine. Lekin jamus degan asli qapqara ko'rimsiz, loy patqaq inda eriq bo'ylarda yetib, suvni ichirib manab, bunda yashaydigan bir nima bor? Shu jamus. Uyg'urcha go'mish deymiz. Demek bu mu şu kalının uykuna aldı. Sen de bir kalının bir türleri değil hem de. Kalında yok o hem de. Ba Resulullah ejdi. Özünün ayarlarına karta şu kalının kurbanlık kılgan. Seyyid Bukhari'de ba. Al-Fasl Rabi fi nisabul ghanam ve qadrul vacib min zalik. Anda koyunun nisabından farz kılıngan miktar. Ecma'u min hadal bab ala anna fi sa'imatul ghanam idha balagat 40 şatun ila 20 ve 100. Yani isbah kelganini 40 koyda bir koy var. Ta ki 120 bo'lgan kadar bir koy turaverdi. Fayda zada 20 ve 100 fa fiha şatan ila 200. 120'den 200'ga kadar 2 koy var. Fayda zada ala 200 fa 3 shiyan ila 300. 200'den 300'ga kadar 3 koy var. Fayda zada ala 300 fa fi kulli 100 şa. 300'den kan her 100'de bir koy, her 100'de bir koydun bunda mı? Ve zalika indel cumhur illa Hasan ibn Salih. Hasan ibn Salih ibn Hayy. Bu İmam أحمد من زمان يشغل بغداد فقهاء النمبرس فإنه قال إذا كانت الغنم 300 شاة وشاة واحدة أن فيها 4 شاة 300'den bir sılım atsa 4 koy kildi oldu. فإذا كان 400 شاة وشاة ففيها 5 شاة 400'den bir sılım içip kalsa 401 olup kalsa 5 koy kildi o. Cumhurdan 400'e kadar 3 koy kildi. 400'den aşkandan 4 koy kildi. 500'e kadar. Bu azarı birini aşırı etti. وروي قول هذا عن منصور عن إبراهيم النخعي'den yani Mansur rivayet etken. Mansur ibn al-Mu'tamir İbrahim'den rivayet etken. İbrahim el-Nakha'i yani tabi'i. وَالْآثَارُ الثَّابِتَةُ الْمَرْفُعَةُ فِي كِتَابِ الصَّدْقَةِ عَلَى مَا قَالَ الْجُمْهُورِ Kitab-ı Sadqa Seyyid Bukhari'deki aşın hadis Cumhur'un karşı udul kildaş. Hazır ben Cumhur'un kızları kızdığı vakitte 200 kadar 2 koy. 200'den eşep 300 bo'lgan kadar 3 koy. 200 bir olsun Cumhur'dan kız karşıda 3 koy giren. 200 bir olsun ha. 200 inşa bir asılam 3 koy gıdası. 299 olsa 3 koy. Demek bu enakken. Demek her 100 koyda ken bir koydun kilik. Yani 40'ta bir koy gelmey 100 koyda bir koy kilik. واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم. 3 kilama koyulan bilakatla. Ganam diye asla 3 koyamız ki bilişlerden sözke. Tansanılda. Vaxtalafu min ayyi sınıfın minha yaqulul musaddiq. Endi ikkisi aralaş olsa kanunda alırdı zakatçı. Koyulan elvası bulmaydı. 3 kilama bulmaydı. Şunama. Faqala Malik ya'khudhu min al-akthar adada. İmam Malik qasan sani köp şunda aldı. Fa in istavat khuyr as-sa'i. Eğer tam olab qalsa zakatçının ixtiyarı anında asmı uzmanı asmı. Ve qala Abu Hanife bel sa'i yukhayyir idha ihtalafat al-asnaf. İmam Abu Hanife de bu türü erqli olab qalsa bu çağda ixtiyarı kanunda asmı. Ve qala Şafii ya'khudhu al-wasat. İmam Şafii de orta haldan aldı o. Hamma türüden neydi? Çünkü Ömer Rezala'nın diye na'uddu aleyhimiz sakla yahmiluha ar-ra'i. Padişe kötürüp algan kuzuğa şunu mu hesaplayımız dedi. Aşı 40 gen sanığı çigizimiz demekçe. Bir koy hesabıda. Ve la na'khudhaha. Lekin kuzunu zakat bir koy kası kuzuna almayımız. Ve la na'khudhul akula. Akula degan taza yemxeshekni taza berib olapman. Biz aşı yeyishga qurbanliqni o'zim yeyman deb buni bo'ydigan bir qo'y oldi-ku. Uni ilovasak bo'lmaydi dedi. Ular ruba degani yenidan qo'zilgan sog'liq deydi. Balasini tarbiyalayotgan deydi. Yeni qo'zilab balasini imitavatgan sog'liq. Walal mahid yenidan bo'g'az bo'lgan, bo'g'az sog'liqdan deb. Demak buni qimmati bor. Tamam, mushnaatlar bo'yilgan qo'yaman semiz bo'ladi, uni ilovasak bo'lmaydi. Anda yenidan nima qilgan bo'lsa chiqadi buningdan. Nima? Buni ilovasak bo'lmaydi. Ondan bo'g'az o'g'inni ilovasak bo'lmaydi. Chunki bu ikki qo'ydek binasi bo'lib qoldi. Wala fahl ghanam. Yoki qo'yning ichida nimaga ishlatilgan qo'shqali bor emasmi? Teke qo'shqali. Nesllendirish uchun, sog'liqli otildirish uchun ishlatilgan qo'shqalini tanlab ilovasak bo'lmaydi. Chunki o qo'yning ichida bir padanchi bir ikkisi bo'lishi mumkin undan. Jiq yo'q. Wa na'khudhul jaz'a wa thaniya. Jaza degani
Bu her hayvan qarab o'xshamaydigan jazosi. Jazo degan qo'y yoki o'chkidan, masalan, o'chkidan esa 1 yoshga to'shmagan bo'ladi. Qo'ydan olsak 1 yosh to'shab qo'ygan bo'ldi. Va saniya degani 2 yoshni to'shlab 3-yoshga qadam qo'ygan. Buni hisoblab olamiz deydi. Manchalar bo'lgan chog'da 6 oylikdan keyin bo'g'ilgandan keyingilarni olamiz demoqchi. Va dalika adlun bayna xiyaril mal va vasati. Demak bu malning eng yaxshisi bilan o'rtada o'rta holda elashdi. Ve kedalike ittafaqa fuqaha cemaatul amsar ala ennehu la yuqadu fi sadaqa taysun ve la harima. Yani fuqahalar nimaga ittifoqlashdi? Zakatni olgan chig'imizda ash tays yani bayatun degandek shu qo'chqa yoki o'chkininki ash tekisi. Nimaga ishlatilganini ash nasllandirish uchun sog'liqqa ortildirish ishlatilgan. Bu hamda alaydan nima bo'lganki alaydan malni ilovat qilgan. Wala harima degan baqqari. Wala zati awr degani aytiki. Li thubuti zalika fi kitab as-sadaqa. Yani Sahih Buxoriyda Rasulullahning kitab as-sadaqasini Abu Bakr Hazreti Anas kezbadigo shunda kelganlikdani. İlla an yara al-musaddiqu anna zalika khayrun lil masakin. Faqalan ma'lum bir sabablar tufaylidan baqqariga masalan bir qo'y, lekin baksimiski. Yani kambag'allama go'sht chiqarib chiqdigan boshqa urug' qo'ynagandan ani ko'zlab turib uni tanlab asmayli deydi. Miskin bicharlarga zakat deydiganligiga nisbatan yaxshiroq deydi. Aytdikim bor ekan. Bir puta yasunuq kelmaslan deydi. Aytdikim lekin asimiski. Nolga o bunda e'tibor qilmasam bo'ldi go'shtdan go'sht chiqargandan qilsa mayli deydi. Vaqtalafu fil amya wa zat al-illa qarg'o yoki kasal hal tuaddu ala sahib al-mal amla. Bunda Allah 40 yo 120 deb sanagan chaqda qancha zakat qil deb milni sanagan chaqda ashun sanғы chigizamdiq chigizmando xitloflashdi. Fara Malik va Shafi'i an tuad. Imom Malik, Shafi'i, Imom Ahmad bin billah sanaymiz deb qaradi. Wa ruyan Abi Hanifa la tuad. Imom Abu Hanifadan ya sanamaymiz degan rivoyat bor edi. Keskin demabdi mana ruya deb qo'yibdi. Alloh alam. Wa sabab ixtilafi mal mutlaq al-ism. Endi qarg'oz kasal olsin zada shu. G'anam ma'z bo'lgan ekan. Mush ism zada kasal nima o'ziga olamdi, ammamdi. Albatta oladimdi. Vaqtalafu min hada bab fi nasl al-ummahat. Hal tu'addu ma'al ummahat fa yukmalu nisabiha idza lam tablugh nisaban. Yani mushu munosabatlar hamda kichik qizlar ay nisabni nima qilishda billa onasi bilan billa sanamdo. Onasi masalan nisob etmaydi ekan. Masalan qo'ydan 30 qo'y ekan. Nisob etmaydi. 10 qo'y ekan. So'ng 10 ni qatib bilan 40 qilamdiq, umumdiq. Faqala Malik yu'taddu biha. Sanaymas. Wa qala Shafi'i wa Abu Hanifa wa Abu Thawr la yu'taddu bis-sighar illa an takuna al-ummahat nisaban. Abu Hanifa, Shafi'i, Abu Thawr labda u nisabni to'liqlashda hisoblamaymiz. Mesela 30 qo'y, 10 qo'y bo'lsa, uni hisoblab zakat qil deb qo'ya olmaymiz. Ammo 40 qo'y bo'lsa, yani zakat o'lchami yetib bo'lgan ekan, ani yani 10 qo'y bo'lsa 50 deymiz. Yoki 120 bundan qo'ysa hisoblaymiz demak. وسبب اختلاف احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء. منا سخالنا sanaymiz, onda olmaymiz degan to'g'ri var. فإن قوم فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابا. Ba'zan da onalar yani cho'ng qo'ylar nisob to'shqanda unda bunda qilamiz degan gap bo'ladi deb tushunibdi. Ya'ni ba'zilar to'shqan bo'lsin, to'shmagan bo'lsin, shunda hisoblaymiz degan gap bor deb tushunibdi. Vahsabonna ahli dar la yujibuna fi istikhal shay'an. Taz ta'kidlanmoqda ekan, ahli zar menimcha o'ylashimcha, esimda qilishcha ekan, u qo'zilni sanamaymiz demakchi. Ishkili ahvolda sanamaymiz debda. Ummahat nisab bo'lsin, nisab bo'lmasin sanmaymiz. Ya'ni ismul jins la yantalqalaya indahum. Qo'zi deganga qo'y degan gap o'xshamaydi, uni chechmaydi. Qo'y degandan ichiga qo'z degan so'z kirmaydi debdi. Va aktharul fuqaha anna lil khaltati ta'siran fi qadr al-wajib min az-zakat. Hamda ishkaylar namozini sheriklashtirib mana birlashtirib o'tdik. Shunami? Sheriklashtirsa ish qildi. Birisi fil ayan fil awsaf. Ayan degan, masalan, sizning qo'ydan 20 var. Bu masalada belgi qo'yarlar. Ayrim qari qo'y. Mening 20 oq qo'yam bor yoki boshqa belgisi var. Hammadan o'zimizning milni bilamiz, ayirma. Lekin bir padcha chiqib baqidi, bir yerda qo'tan solaydi, bir yerda o'tlatidi bunda. Shu shirkit degan mesela ishkaylarni 40 qo'yib degan ma'noning ma'nosida ayrilolmaydi. Ishkaylar pulni billa nima qilgandan. Billa bozorda oldi. Chiqib 20 yani 50% bilan 50% silinin degan gap. Endi qancha zakat berishda mushu birlashishninki, billa beqash birlashishning ta'siri bo'lamdi, bo'lmamdi. واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا؟ يعني نصابنا belgileştirme تأثير bağımı yani.
Mening 40, sizning 40 bo'lgan bo'lsa, qo'y. Bu chaqda ikkilangan bizlashtiriblar, 40 qo'y olgandan biz zakat qilib, ikkilangan yarim qo'ydan kelib qolamdi demoqchi. Ixtilof bor mana. Va amma Abu Hanifa va ashabuhu falam yaraw lil khiltati ta'thir. Abu Hanifa aralashtirsin arasini o'ziga qanchalik kelsa, o'zidan qo'lda qanchalik mal olgan bo'lsa, shuni qildi dedi. La fi qadr al-wajib va la fi qadr an-nisab. Berish miqdoridimi, shu o'zi kelganni bir doa, nisabni nima qilish o'ziga kelgan maldan nisabni o'lchaymiz. Yig'im mal olsa, yig'im mal nisab yetmadi bo'ldi, zakat vermaysiz. 40 qilib qolsa, bu chaqda zakat qildi deydi. Ikkilangan 40 dan 80 bo'lsa, ikkilan ikkisi birdi deydi. Ega avcho 40 dan 2 80 birlashib qolsa, yana bir qo'yildi. Va tasdir dargan nimaga Shafi'i bunun izohat qandalsa, Imom Malik, Shafi'i, Ahmad va ko'pchilik olimlar ittafaqu ala anna al-khulata yuzakkuna zakatul malik al-wahid. Yani aynda birlashtirib mal vaqqan, shiriklashganlar bir odamga o'xshash demak. Hozir shaxsiyatli e'tiboriy deydigan ish bor. Mesela hukumat odat bir shaxs, ma'naviy shaxs hisoblanadi. Bir jamiyatda nurg'un odam ishlasa, masalan, jamiyatga nima tashkilot deydi. Bunda 100 odam ishlagan bo'lsa, bu bir shaxsiy ma'naviyaga vakillik qildi. BDT'nin bir shaxsiy ma'naviy emas. Davomga bir shirkat bo'lsa, 10 odam birlashgan shirkat bo'lsa, bir shirkat. Ya'ni bir zimma demakchi. Vaqtalafu min zalika fi mawdu'ayn. Ikki o'rinda ixtilof bo'ldi. Birinchisi, fi nisabul khulata hal yu'addu nisabun malikin wahid sawa kana li kulli wahidin minhum nisabun aw lam yakun. Demak, har birining ayrim nisobi bo'lsa, 2 ya 2 dan ortiq kishilar shiriklashgan chaqda har birininki ayrim hisoblanmay, butunlay hisoblanib nisob o'lchanamdi deydi. Mesela 3 yildan bakan, 3 yildan 20 yildan 60 qo'yib ekan. Bizlashibdi. Ayrim holatda u nisob bo'lmaydi. 3 yildan bizlashgan 60 oldi, biz qo'y keldi deganmiz. Ammo bunda bo'lamdi, bo'lmamdi. Ham innama yuzakkuna zakat ar-rajul wahid idza kana li kulli wahid minhum nisab. Yakanda her birinin ayrim nisobi bo'lsa, bir odam zakat olgandek beramdi. Mesela qanday 2 odam 40 dan 80 bo'lsa, yo 3 odam 40 dan 120 bo'lsa, 120 ni bizlashtirsak, biz qo'y keldi. Ayrim bo'lsa, 3 qo'y keldi. Bu 3 qo'y beramdi, biz qo'y beramdi. الثاني في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك. Yani qanda şekilde aralashtirgan bo'lsa, andın ayında buludu ya bo'lmaydi demakchi. Aralashtirishdan sifati bo'lganda, o'zining milni hammasi ayrim biladigan bo'lash, yo bilmaydigan bo'lash deganda. Va maxtilafum avvalan fi hal lil khultati ta'thirun fi nisab va fil wajib am laysa la ta'thir. Yani birinchi masalada aralashtirgan ekan, nisabni o'lchashda ayrim nisabni hisoblamdi. Ani zakatni shu bo'yicha biramdi qo'yamdi. Fasabab ixtilafum fi mafhum va tabata fi kitab as-sadaqa min qawlihi sallallohu alayhi vasallam la yujma'u bayna muftaraqin ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. سيد البخاري كيادسته مشunda kelgan. Rasululloh yozgan kitob bor, shu zakat nomida bunda deb kelgan. Ama bu hadisda izohlashda olimlar ixtiloflashadi. Nima degan gap zoti shu? La yajma bayna muftaraq va la yufarraq bayna mujtama degan gap nima? Fa inna kull wahid min al-fariqayn anzala mafhum hadha al-hadith ala i'tiqadihi. Hammasi o'zallig'i tushundida. Va zalika annallazina ra'u lil khultat ta'thiran ma fi an-nisab wal qadr al-wajib. Demak, unda birlashgan ekan, bu birlashishdan bir ta'sir bor. Ya nisabni o'lchashda, ya miqdorni ta'sir bor deb qaraganlar. Nimada? Va ma kana min khalitan fa innahu yatarajan bis-sawiyya degan so'zi, yana la yujma bayna muftaraqin va la yufarraq bayna mujtama degan so'zi aniq dalolat qiluvchi, milni birlashtirgan ikki kishining mulki bir odamning mulkiga o'xshash. فإن هذا الأثر مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. مشاهدسنا تخصص قلوته يعني 5 من الإبل سواء كان لمالك واحد أو لمالكين مكتي. يا غازر ما هو لك قينهم أماس. biz misal qo'yninkini bardikda, lekin bu umum mallarni birlashtirib baqqan, ya shirklashib mal baqqandagi gap. Biradamning 3 tugisi ham biradamning 2 tugisi bo'lsa, aslan aralashtirsa 5 tugi bir qo'y qildi demoqchi. Endi qanday taqsis qildi? Imma fi zakat endi Malik va ashabi. Imom Malik hamda zakat verish taqsis qilyapti dedi. Lekin nisabni o'qimaydi dedi. Imom Malikning qarashi Imom Shafi'dan bir qator sanatdi, lekin Imom Malik nisab to'shab bo'lgandan keyin andin bu shirkatningki ta'siri bor deb qaragan. İmam Shafi'i nisabni to'liqlashtimi ta'siri bor degan. Endi Imom Malik hozir nisob masalasini olib bo'lgandan keyin zakat verish ta'siri bor dedi.
يعني في قدر الواجب. وإما في الزكاة والنصاب معا عند الشافعي وأصحابه إمام الشافعي وأحمد لا هم زكاة ورشتم تأثير هم نصاب طلق تأثير تأثير كوستو مشهور. وأما الذين لم يقولوا بالخلطة يعني بمذهب كلا قالوا إن الشريكين قد يقال لهم خليطان. شريك شوسا خليطان ديلدول. ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ديان سوزه من ده احتمال لقوارث. إنما هو نهي للسعات زكاة جغدغان كادرلان توسشتن عبارت. نمدن توسار أي يقسم ملك الرجل واحد قسمة توجب عليه كثرة صدق. Mesela birisininki bir eğil olsun, iki eğil olsun, bir adamın ya bir şada olsun ya bir şada, iki orunda ya bir yad olsun, 80 koyuva değil. Bunu kaç iki bölüp lan, iki koyuverse de turvas bulmaydı. Mesela racun ekullahu mi'aveşrun şa feyuqasım aleyhi ila 40 مرات. 120 koyuva adam, iki bölüp lan, iki koyuversen de turvas bulmaydı. Ya ki bir kişininki mülkine, yani bir kişinin mülki cüplap lan, zekat edvas bulmaydı. Mesela bir adamın 120 var ki. Bir adamın yani birisi var. 121 olgan kanda oldu. İkisi. وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها. Bu hadiste ihtimallik olan iken وفي كل 5 ذود صدقة degende undanını takhsis qilib o'tmaslik kerak dedi. Yani an-nisab wal haqqul wajib fi zaka yu'tabar bi milk ar-rajul wahid. Her bir adamın ayrım hesaplandığı demek ekan. Bu takhsis qilishni ham yaxshi tushunamadim ma'noda. Demek neticeden de ne demekçi? Her adamın ayrım hesaplandığı şu kaide demekçi. Ve emmellezine qalu bil khulta, yani o khultanın tesiri var diyorlar. İnne lafzul khulta ve azhar fil khulta nefsiha minhu fi şirke. Bu şirket olan khulta ayrım narsa. Khulta diyen de ikisi melnunu arlaştırıp bırak tuğanını khulta demez. Şirket diyen o başka şey narsa demekçi. وإذا كان ذلك كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم إنهما يتراجعان بالسوية مما يدل على أن الحق الواجب عليهما حكمه حكم رجل واحد. Melini arlaştıran işkeylen melimizden arlaştırdık. Menden tarakva 80 koy oldu. 80 koyda bir koy vacip oldu. İşkeylenden ki 80 et ketti. Tamam. Ağam diken kanaklamaz. Bir koydan 20 liman tolayım mı? 20 nasıl tolayım? وأن قوله صلى الله عليه وسلم إنهما يتراجعان بالسوية يدل على أن الخليطين ليس بشريكين. Bu ten kötürdü, ten tülüşüdü aşına digine şirk emas digenlik buldurdu. Eğer şirk olsa ten kötürü dengep yok. İkisinden böyle birilamış. Ama diğerine şiriken leyse yutasavvar beynehuma teracu' izil me'hudu ve min mal şirket. Demek o birbirinden tültü olduğu aş yok. Zekat çep ketken mal şirketten öyle oldu. Ortak mal. فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقص عليه النصاب مش حكم bilen kifayenler bunun nisabını kıyas kılmakta. Kıyas kılmasa el-khalitan inne zekken zekat racul vahid idâ kâne kullu vahid minhuma nisab. Demek nisab meselesinde yaqtab turib, nisabı toşap bolgan kişiler olsa iki kişi, minni aralashtirgan bolsa uçar ikkidan bir adamdek zekat turdi. Ve men ja'ala hukman nisab tabi'an li hukmil haqqil vacib. Nisab degan aş zakatni bir degan miqdorga ergishib qilgan narsada shuni tavat deb qarasa, u ishkening nisab demo ashkedan bir adamning muomalasi qilinmaydi debdi. İmam Şafii ile Ahmed'in karşı, başkası İmam Malik'in karşı. Kemalinde zekat ama zekat racul vahid. Zekat verişti o ikisi bir adamdaki zekat vurdu, nisabını belirleşmiş ikisi bir adamdaki muamele kılınmaz debdi. Ve kul vahid min haula enzela kavlahu sallallahu aleyhi ve sellem la yecma beyne muftarqin ve la yufarrak beyne mujtami'an. Hemmesi şu hadisini özünün düşünüşüge apa dedi. İmam Malik qanday apa dedi? Fe innehu qala ma'na qawlihi la yufarrak beyne mujtami'an degan sözün ma'nosi milni aralashtirgan ikkilar her birinin miyat şatun ve şa 101 koyuva ekan. 202 koyuva ekan. Fatakun alayma fima thalas. Demek bunun da 3 koy keldi degan gap. Eğer ayrılık ketsa bir koydilan keldi. Hem de wala icma bayn muftariq degan 3 kişinin her birinden 40'tan 120'si olsa hemen toplasa bir koy keldi. Uni bölüvesi 3 koy keldi. Ama fa'ala madhabi an-nahy inma huwa mutawajjih al-nahwul khulata alladina li kulli wahid minhum nisab. Her birinin nisab toşkan koyuva şirklarni unda zakat verishdan qechib aralashtirolmanlar deb aşı zekat belgiciliği qartılgan bir hadis söz. İmam Şafii ve Ahmed jo faqala ma naqul la yufarraq bayna mujtama' bunun ma'nosi ayyakun rajulan lahu 40 sha. Kişinin 40 koyu ekan. Ayrıtıp qalsa zekat kelmaydi ashkalanga. Kana nisabul khulata inda nisab mulkin vahid fil hukm. Eğer birleşip qalsa zekat qildi. Wa amma al-qailuna bil khulta ta'sir bar deganlar qarada bu boshqa masalamdi baba. Shart bormi yo'qmi degandek masala. İmam Şafii ve İmam Ahmed Malik bulla feyne muhtalafu fîmâ hiyel khultal muathira fiz zekat. Qanda aralashtirgan ahvolda andın zekat qilmagan nisab yoki
zakat bir miqdor ta'sir ko'rsatdi, qanday ta'sir ko'rsatmaydi dedi Imom Shafiy. Ina min shartul xulta an taqtalit mashiyatuma va turaha li wahid va tuhlaba li wahid va tusraha li wahid va tusqiya ma'a. O'tlitilgan joydimi qo'tanmi bir joyda sig'ildi ekan, bir joyda o'tlitdi ekan, bir joyda sug'irdi ekan. Hammish bir bo'lsa, ondan buning ta'siri bor. Qo'tan bir ekan, padichi bir ekan, suv ichadigan ko'lchak bir ekan, sutdan saqdigan yer bir ekan. Faqat ayrilmay mundalashgan bo'lsa, ondan bu yerda xultning ta'siri bor demak. Va takun fuhuluhuma muxtalita. Ana onun alaqda qo'chqa tekirlarimi aralashib ketgan. Wala farqa indahu bil jumla baynal xultati va shirki. Demak, umuman elib olsak shirkat bilan xultning farqi yo'q deydi. Walidalika yu'tamar kamal nisab likul wahid min ash-sharikayn kama taqad. Ashunda bo'lmagan ahvolda, ashunda hammamiz o'xshash bo'lmagan ahvolda ondan har birining ayrim nisob bo'lish kerak. وأما مالك فالخليطان عنده مشتركة في الدل. إمام مالك ملنا aralashtirgan ikki elan qanday adamsa meli ashu chilikimi birken, ko'lchikimi birken, xotanmi birken, padishimi birken, qo'chqa tekilarim birken, aynda bo'lsa bu xalitan bo'ldi ekan. واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها. İmam Malik'in şagirdleri bu şartlığa zaten riayet qilish kerakmi ya ba'zi ko'pchilikda bo'lsa bo'lamdi o'zi va sabab ixtilofning ishtirok ismi xulta. Bu yerdan xulta degan ismning mushtarak ekanligidan kelib chiqqan. Azroq aralashsin xulta bo'lamdi, jiqroq aralashsin xulta bo'lamdi ehtimolli. Validalika lam yara qawmun ta'kid al-xulta fi zakat. Şuna ba'zi olimlar zakatda bu xultning faqat ta'siri yo'q deb qaragan. Bu İmam İbn Hazmning qarashi ekan. Bu İmam İbn Hazm balki İmam Abu Hanifa'dan qarashiga o'xshamanda. Xultaning ta'siri yo'q deb qarabdi. Vallohu